Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib uстановka qilib berdik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Yangiqo'rg'on tumani, Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasiga olib kelib uстановka qilib berdik. Bu darvozamizning razmeri eniga 3.55, bo'yiga 3.5 sm. Materialiga keladigan bo'lsak, materiallari polni qalin, listlarimiz 2 listda. Stoykamiz 8x8, qalinligi 2,5 stenkada, profillarimiz 6x4, qalinligi o'sha 2,1 stenkada. Mana darvozamizni high-tech oson ko'rib bitta baho berasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, o'lchab o'rnatib beraveramiz. Xo'sh, kraskasiga keladigan bo'lsak, darvozamizning kraskasi Devo kraskada sepib berdik. Mana darvozamizning orqa taraflarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Zamogini endi uстановka qilamiz hozir. Mana darvozamiz orqa tarafi. Ochilib turgan holatlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar darvozamiz ochilib turgan holati. Atveslarini cho'tkilab qo'yib berdik. Darvozamiz ochilib yopilib ketmaydi. Polni mana tagiga shvillarni qo'yib berganmiz. Mashina o'tganda o'sha ezilib ketmasligi uchun. Akalar darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka ustanovkasi ichida. Darvozamizning 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan 2 million so'mgadir bor. Fasoniga, qalin yupqaligiga qarab tanlagan fasonlaringni o'rnatib beraveramiz.